Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, xususan Potrебитель Buxara kanali kuzatuvchilari. Barcha bizni kuzatib turganlar, bugun bizni bepul kutubxonamiz rosa ijodiy uchrashuvlar, qolaversa tashriflar bilan boy bo'ladigan kun desam adashmagan bo'laman. Chunki albatta ma'naviyat ma'rifat markazi Buxoro viloyat bo'limi mana demak xodimlari va qolaversa bugun birgalikda Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini yoshlar yetakchilari tashrif buyurishganlar. Xush kelibsiz aka. Rahmat. Juda ham xursandmiz. Mana bugun kitoblarimizni ko'rdingiz o'zingiz. Fikrlaringiz qanaqa endi? Fikrlar ochiqni aytadigan bo'lsam juda yaxshi, chunki bu prezidentimizni aynan tashabbuslari, xabaringiz bor, 2017-yildan beri bu davom etib ketyapti. Prezidentimiz bir nechta farmonlar, qarorlar, mana kuni kecha kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha qaror ham chiqardilar. Albatta bu xalqimizni ma'rifatga, ma'naviyatga undaydigan bir vosita sifatida ko'ramiz. Va bu qarorni ijrosi sifatida mana har bitta mahallada mana shunaqa mo'jazgina kutubxona bo'lsa agar biz o'z oldimizga qo'ygan aniq maqsad vazifalarga erishamiz. Rahmat sizga, boringizga shukur. Mana sizlar qimmatli vaqtlarini ayamasdan tashrif buyurgan ekanlar, juda ham xursandmiz. Mana yetakchimiz, yoshlar yetakchisi albatta bugun chiroyli Taza Asilbek albatta juda ham chiroyli loyihalar amalga oshirishda bizga yordam beryaptilar. Sport bilan endi aziz aka bilasiz, bu ma'naviyat doim bir-biriga yondosh. Sport, san'at, ma'rifat yondosh uchun bizga mana shaxmat shashkalar taqdim etildi. Stol tennislarimiz qilmoqchi o'zi Xudo xohlasa. Lekin sizlarning yordamingiz bizga juda ham kerak. Chunki shu sohada maslahatlaringiz juda ham kerak. Azizlar, demak bizni kuzatishda davom eting. Bugun juda ham xursandchilik kun, kirib kelayotgan mana shu bahor ayyomlari, ro'za Ramazon oylarida qilinayotgan islohotlarimiz albatta o'z natijasini beradi. Chunki biz boshlagan bu islohotlar farzandlarimizni ertangi kun kelajagi ma'naviyatini boyitish bo'ladi. Bilasizmi aziz aka, hozir mana siz bilan suhbatda yana bitta narsaga amin bo'ldim. Bu yerda bemalol podkastlarni ko'rsatuvlarni qilib, ijtimoiy sohadagi suhbatlarimizni amalga oshirib taqdim etsak ham bo'ladi. Rahmat, xush kelibsizlar. Rahmat, sizga ham rahmat. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Demak aytmoqchiman, boya Zarafshon mahalla fuqarolar yig'inidan shunaqa taklif bo'libdiki, nimaga bizga ochilmadi? Endi balki hali tashabbus u yerda chiqmagandir, lekin kelinglar. Biz har doim eshigimiz ochiq, ayniqsa shanba, yakshanba kunlari bemalol telefonlarimizni qoldiramiz. Kelaveringlar, eshigimiz ochiq. Bizda begonani bolasi degan gap yo'q. Bizda hammasi O'zbekistonni bir umumiy uyimiz degani kabi kelaveringlar. Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inida sizlarni kutamiz. Ma'naviyatlarimizni boyitamiz, shaxmat shashkalar o'ynaymiz. Kerak bo'lsa faxriy yorliqlarimiz bor, g'oliblarimiz, bolachalarimizni taqdirlashga ham imkoniyatlarimiz yetarli. Albatta, ushunchalik ishga sizga ham katta rahmat. Mana shunaqa tashabbusni olib chiqqan ekansiz. Sizni ham ishlaringizga omad va zafarlar tilayman. Rahmat, bo'laringizga shukr. Xush kelibsizlar.